Nargiz opa, ikkinchi kun haqida ma'lumot berasizmi bugun? Da ikkinchi kun, ya'ni ikkinchi kun bu birinchi navbatda tarmoqli marketingda shubhalarni yo'qotish va taklif qilish san'atini, ya'ni qanday qilib taklif qilish san'atini o'zgartirish mumkin va eng asosiysi tavsiya yetib boradi, vampirlardan qanday qutulish kerak. Tarmoqli marketingda vampirlar bor, energiyangni so'ruvchi insonlar bor. Mana shu energiyani sovurmaslik uchun nimalarga ahamiyat berish kerakligi to'g'risida ikkinchi darsimiz hisoblanadi. Juda katta formatdagi dars. Hurmatli liderlar, hozir 1 soatdan oshib ketdi mana berayotgan ma'lumotimiz. Biz rozimiz. 1 soatdan oshadi. Ya'ni bizning Xudo xohlasa berayotgan ma'lumotimiz undan tashqari sizga tavsiya yetib boradi har kuni. Ya'ni 1 soatlik dars gruppaga tashaladi, kanalga tashaladi. Hech kim birovga yozolmaydi. Kim bor ekanini bilmaydi. Boshqa kompaniya odamingizni olib ketmaydi va o'z-o'zidan qarabsizki, har 2 soatda sizga kunlik tavsiya boradi. Ya'ni bugun nimalarga e'tibor berishingiz kerak, nima ish qilishingiz kerak. Shuning uchun albatta bu, ya'ni tarmoqli marketingda professionallar akademiyasi deb nomlangan bu kursimiz, ya'ni professional bo'lishni o'rgataman. Noldan boshlab o'rgataman. Biz sizlarni kursimizda kutamiz.